Assalomu alaykum aziz sharaf oila kuzatuvchilari. Aziz YouTube ishqibozlari, bizni kuzatib turgan barcha hoji bobo, hojona, aka, uka, opa, singillar. Hammalar yaxshimisizlar, sizlar? Sizlarga ilingan bitta arzon sinaqda sigir kelib qoldi. Puli arzon, muhimi xullas. Bu mol boqqangacha foyda ham qilish kerak. Ko'pchilik molni nima baqadi? Shu pul chop turishga boqamiz, to'g'rimi? Bu nafaqat pul chop turadi akalar. Foyda ham qiladi. Mana maktabdan qoldi kanikulda yosh bolalar issiq demay dalalardan o't o'rib kelib boqadi. Bu molni olgandan keyin kimdir, to'g'rimi akalar? Bu molni akalar olgan odamga xudo xolasa mana bolasini o'g'izcha rossiyskidan tushib qolgan deb gumon qilib turibmiz bolasini. Lekin mol pachaq. Molni 3-chi bolasi. Xo'p. Bizda akalar xudo xolasa bitta bo'zaydi puliga mol oldim, ena bo'ladi deydigan odamlar bizda bo'ladi faqat, xudo xolasa inshaalloh. Bizda akalar xudo xolasa arzon bitta bo'zaydi puliga ena bolasini o'g'izcha molimiz kelib qoldi. Onqaylar mana. Mol xarob. Haqiqatan tan olamiz. Molni maqtash kerak yo'q. Tug'ilganiga 3-4 kun bo'ldi dedi. Biz olib kelganimizga endi 1 kun bo'ldi. Kecha olib keldik, yeb ichishini ko'rdik, yoshligini ko'rdik. Sog'madiku endi har qalay sog'dirish. Shuni tushundik. Bolasini o'g'izcha. Kamiga bolasini bellari juda kelishgan. Onqaylar. Akalar. Xullas, mol yelinlari yaxshi. Mana. Molni sifatini men maqtashni kerak yo'q. Ko'rib turibsizlar o'zlaring. Molni sifati shu. Molni ikkita travmalari bor, yiqilgan, shilingan joylari bor, lekin mol sog'ligi yaxshi. Bitta aybi bor, aytib o'tamiz buni ham. Xo'p, hozir ko'rsatamiz aybini. Mana bu yelkasida kattaroq travmasi bor. Jichcha og'rityapti shu. Yurganda jichcha avaylayapti boshida shunday. Qo'yib yuborsangiz keyin qaytib ushalmaydigan ekan mol. Dalaga qo'yib yuboradigan bo'lsanglar. Mol ushalmaydigan darajada yurib ketyapti. Xo'p, molimiz endi. Akalar, mana sut tomirlari ko'yinglar. Sut tomirlari yo'g'on. Kalalari mana tishlari 8-sini chiqib bo'lgan. 3 ta tuqqan. Libboy professionalga ko'rsatasizlar. Bu mol 3 ta tug'magan, ko'proq tuqqan deydigan bo'lsa, mol bekarga akalar. Xo'p, xullas tishlari zo'r. Bolasini o'g'izcha. Mana mol. Akalar, nima deysizlar, ko'rlarchi? Xo'p, videoni ko'rib, molni olishga ulgurmay qolgan bo'lsalaringiz ham g'am qilmanglar akalar. Bitta bo'zaydi puliga mol qilib berishda davom etamiz biz. Biz har kuni mol chiqaradigan sababi bor akalar. Akalar o'sha qimmat bo'lsa ham olib kelib chiqaraversak ham masalan kimdir olyapti. Kimdir olgandan keyin akalar bu mollardan foyda qilish ham kerak-ku, to'g'rimi? Naflanish kerak biz olgan odam, dehqon kimdir masalan. Sog'ligiga javob beramiz, yeb ichishga javob beramiz. Xo'p. Qolgan hamma yo'lga javob aka shu. Endi avvalo aka, Alloh barakasini bersin hammamizga. Olganga, sotganga. Sizlarga tavsiya qiladigan molimiz mana shu. Sutini soqqanimiz yo'q bizdan. Egasi ham sog'maganman dedi. Bizga shu mana bolasini qoni mana qapda yotib ko'ryapsizlar. Novvoscha lekin bolasi akalar. Novvoscha. Mana. Bir haftalik deb aytaveraylik, bir haftalik bo'ldi deylik, ha? Mana, ko'rlarchi. Bolasi rossiyskidan tushib qolganmi, bu bola deysizlar. Xullas akalar, ko'rlarchi tavsiya qilamiz. Sizlarga mana olib xuddi mana shunday davom etsanglar ham bitta bo'zay boqyapman deb qo'rasizlar. Bolani qo'yib o'tirasiz tagiga. To'g'ri, bitta bo'zaydi puliga bitta ena bolasini novvos sigir qilib beramiz. Aytib o'tdik boyana ham ulgurmay qo'yganlar, hech ham xafa bo'lmanglar. Biz bu ishda davom etamiz. Qimmat mollar olib kelmaymiz, to'g'risi akalar. Xalq bizdan olib maza qilib foydalansin. Foyda qilmasa bizdan olib nima kerak bor bu ishni qilishimiz. Yeb ishlari yaxshi akalar xullas. Xo'p. Bo'ylari 1.20 plus minusida akalar. Plusida emas, minusida bo'lishi mumkin. 1.20 chiqmaydi. Lekin mol uzun. Xullas mol kepatasi bor. Hali bir bo'zakka o'xshamagan. Bo'zak emas xullas. Kichkina bo'lib qoladi, unaqa emas. Mol, bolasi novvoscha, rossiyskidan tushib qolgan bo'lish xavfi bor. Xo'p, endi akalar qiziq joyga keldik. Narxi xo'p, 16,5 million so'm. Adashib ketdik. 17 qo'ymoqchi edik. Bo'ldi. Gapdan qaytish yo'q. 16,5 millionga ketdi. Yana akalar mana shu kanaldan obuna bo'lib chiqsanglar, skitkasini ham qilib beramiz. Skitkasini o'zi aytib qo'ydik, qo'shib kamida qo'yib biz adashib ketdik, lekin mayli, yana skitka. Arslon izidan, yigit so'zdan qaytish yo'q akalar. Ketdi. 16,5 million so'm. 91 kodi bilan 607 0414. To'g'ri foyda kanaliga obuna bo'lgan odam kelib, mana bu men obunaman desin, yana 200 ming skitka ketdi akalar.
kilo o'yla mana. O'ng'aylar, jonivordi. Kim qilib beradi akalar bunaqani? Qarang bolasini ham. Voy jonim, mashalloh, joningiz sog' bo'lsin. Korobkasi juda chiroyli bo'zachani ham akalar. Mol xarob, maqtamayman molni. Lekin puli bitta ana shu o'z pulini o'g'ishani puli xulasan. Shu bolasini 2 oy, 3 oy emizib qo'ysalar 15 millionga olib qo'yapmiz, bilasizlar akalar. Bosib olinglar akalar. Ulgib qo'yinglar. 91 kodi bilan 607 0414 sog' bo'lasizlar.